Assalomu alaykum. Ushbu videoda biz asl belgisi raqamli markirovkalash axborot tizimi yangilanganidan keyingi oson kassa bilan integratsiya jarayonini ko'rib chiqamiz. Avvallari oson kassada mahsulot sotishda onlayn proverka yoqilgan bo'lsa, skanerlangan markirovka avtomatik ravishda asl belgisi tizimida tekshirilib, hammasi to'g'ri bo'lsa, sotuvni davom ettirish mumkin edi. Endilikda bu ishni bajarish uchun har bir dorixonachi asl belgisi tizimida alohida ro'yxatdan o'tishi va o'z API kalitini oson kassa admin qismiga biriktirishi shart. Quyida bu jarayonni bosqichma-bosqich qanday bajarishni ko'rib chiqamiz. Oson kassaga kiritiladigan API kalitni olish uchun avvalo asl belgisi tizimida ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Ro'yxatdan o'tish jarayoni elektron imzo, ya'ni e-imzo orqali amalga oshiriladi. Asl belgisida ro'yxatdan o'tish va API kalit olish bo'yicha yo'riqnoma va video darsliklar ushbu video ostida taqdim etiladi. Biz hozir asl belgisida ro'yxatdan o'tgan hisobning bosh sahifasida turibmiz. API kalitni olishdan avval unga ruxsat beruvchi tegishli rolni faollashtirish zarur. Buning uchun foydalanuvchi profiliga kiramiz. Yuqoridagi tahrirlash tugmasini bosamiz. Rollar bo'limini ochamiz. Ishtirokchining API kalitlari menejeri bandini belgilaymiz. So'ng saqlash tugmasini bosamiz. Shundan keyin biz API kalit yaratish va uni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. API kalitni foydalanuvchi yoki administrator to'g'ridan-to'g'ri tizim ichida yaratishi mumkin. Buning uchun organizatsiya profilidan foydalanuvchilar bo'limiga o'tamiz va kerakli biznes foydalanuvchi kartasini ochamiz. Shundan so'ng API kalitlar ichki bo'limiga kirib, API kalit yaratish tugmasini bosamiz. Kalit nomi va amal qilish muddatini kiritamiz. Uning maksimal amal qilish muddati 30 kun. Yaratilgan API kalit ekranda ko'rinadi. Uni xavfsiz joyda saqlab qo'yish zarur, chunki oynani yopgandan keyin uni qayta ko'rish yoki tiklash mumkin emas. Kalit ID'si API kalit bilan bir emas. Bu ikkisi farq qiladi. Agar API kalit yo'qolib qolsa, uni o'chirib tashlab, xuddi shu jarayon orqali yangisini yaratish kerak bo'ladi. Asl belgisi tizimidan API kalitni oldik. Endi uni oson kassa admin qismiga kiritish kerak. Buning uchun oson kassa admin qismiga o'tib olamiz. Upravlение bo'limiga kirib, настройкиga o'tamiz. Va shu yerda настройки xtrace.aslbelgisi.uz sozlamasiga qalamchani bosish orqali kiramiz. Ochilgan oynada tashkilotimizning stir, ya'ni INN raqami va biroz avval asl belgisi tizimidan olgan API kalitimizni kiritamiz. Ma'lumotlar kiritilgandan so'ng pastda Проверить tugmasi paydo bo'ladi. Ushbu tugma orqali kiritilgan ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirib olish mumkin. Agar ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, tizim ключ действителен da deb tasdiqlaydi va API kalitning amal qilish muddati tugaydigan sanani ham ko'rsatadi. Agar avtoobnovlение funksiyasini yoqib qo'ysak, API kalitning amal qilish muddati yaqinlashganda, u avtomatik ravishda yangilanadi. Qayta yangilash uchun vaqt sarflash shart bo'lmaydi. Saqlash tugmasini bosamiz. Videoni shu yerigacha tomosha qilganingiz bilan tabriklayman. Endi siz asl belgisi tizimidan olingan API kalitni oson kassa bilan qanday integratsiya qilishni to'liq bilib oldingiz. Bu amallarni bajarganingizdan so'ng, oson kassada avvalgidek markirovkalarni onlayn proverka funksiyasi yoqilgan holda muammosiz sotishingiz mumkin bo'ladi. Video ostida asl belgisi tizimidan ro'yxatdan o'tish va video davomida ko'rsatilganidek API kalitni olish bo'yicha yo'riqnomalarga hamda videolarga havolalar qoldirilgan. Ular bilan ham batafsil tanishib chiqishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Oson apteka dasturlari bilan biznesingizni oson boshqaring va yangiliklar bilan hamnafas bo'ling. Biz bilan hammasi oson.